xo'jayinimning ahvollari yaxshimi? Xo'jayiningiz komadan chiqdilar. Lekin qo'l-oyoq harakatlari olgan jarohatlarning hisobiga falaj holatga kelib qoldi. Ularga uy sharoitida yaxshilab qarab, parvarishlash kerak. Sog' bo'ling. Mana hurmatli muxlislar, kuni kecha jinoyatchilar dastidan ozor chekkan bemorimizning palatasidamiz. Lekin bizni u yerga kiritishmayapti. Lekin biz baribir yo'lini topamiz. To'g'rimi? Tayyormisiz? Olyapsanmi? Olma. Ulgirdingmi? Eslatib o'tamiz. Jinoyatchilar hozirgi kunda qo'lga olingan va ularga tegishli chora ko'rilmoqda. Siz bizda Ahmad TVdasiz. Qale, bo'ldingmi? Cho'tki chiqdimi? Ko'rinishim yaxshimi? Ketdik yur. Nargi palataga kiramiz. Jonim mani shirin so'zlaringdan ey, yorim mani mehrli ko'zlaringdan ey, o'zing mani bahorim, senga bu dil izhorim. Biz bemorimizni ahvolini bilish uchun uylariga tashrif buyurdik. Kuzatamiz o'rtoqlar. O'zing mani bahorim, senga bu dil izhorim. Jufti halolim, mani jufti halolim. Jonim mani shirin so'zlaringdan ey, yorim mani mehrli ko'zlaringdan ey, o'zing mani bahorim, senga bu dil izhorim. Jufti halolim, mani jufti halolim. Mana azizlar, hozir bemorimizni xabar olgani yana uylariga tashrif buyurdik. Ichkari kirishga sal xijolat bo'lyapmiz, lekin shu yerda yoritib borishga harakat qilamiz. Voy! Ol! Oyoqqa turibdilar. Ol bemorimizni. To'xta. Meni ham ol. Bularning barchasi Ahmad TVda bo'lyapti. Ol, bemorimiz oyoqqa turibdi. Ol. Malades. Haqiqiy mustahkam oila. Agar o'ylab ko'rgan bo'lsa